Assalomu alaykum hurmatli Xorazmliklar, Xorazm san'atini muxlislari, ustozlar, muxlislari, farzandlari, yaqinlari, hammalari sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Ana Muhammad Sherazli kanalini kuzatib turgan insonlar, sizlar uchun mana yana bir katta yangilik. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqlar muxlislar. Platformasida Muhammad Sherazli kanalini kuzatib turgan insonlar, mana xudo xolasa o'zimizni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida Abduqodirjon tomonidan Salim madaniyat markazimizda O'zbekiston ichki ishlar va ansambllari shular Uchqon aka boshchiligida hammasi yetib kelganlar. Zakir akamlar o'tib ekanlar. Xudo xolasa bir chiroyli fayz bo'lib o'tadi degan umidamiz. Oldingilarning yana shu qanaqalarni bir duosini olib ketasiz. Xudo xolasa Xudo xolasa mana ichki ishlar vaziri yaxshiroq ansambli respublikamiz bo'ylab konsert taqdim etganimizda Xorazm viloyatimiz albatta Bog'otga kiramiz. Bog'ot xalq san'ati orqali bugun Xudo xolasa biz ijodiy jamoamiz Bog'ot xalqiga chiroyli konsert dasturi taqdim etadigan niyatdamiz. Ajoyib Bog'ot tumanida Ortiq Otajonov nomidagi madaniyat saroyidagi konsert bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Keyingi konsertlarimizga, hali konsertlarimiz davom etadi. Teşekkürler. Gospel'daşlar. Zalda rahmat sizlarga sizlarga konsertlar bo'lgan. Bo'lgan bilan. Ochiq Xorazmlarda ham, keyingilarda ham yetchi martalar ko'rganmiz. Hozir ham shularda merkezimizde Abduqodirjon nomida mayda Kalbimizde daim vakiyet. kuzatishdan qutulmayapsizlar. Xudo xolasa yetganimizda mana Aziz çok Nima yaxshi bo'ladi? zo'r konsert bo'ladi. Xudo xolasa min şükür sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. verdiğinden Konsert dasturimizga xush kelibsiz qadamingizga hasanot azizlar. Assalomu alaykum Bog'ot. Assalomu alaykum barchaga. Onaxonlarimizga, Bog'ot yoshlariga, kelajagimiz bo'lgan o'g'il-qizlarimizga, hamma hammanglardan ana shunday madaniyat o'chog'ida ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Va bugungi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ashula va raqs ansamblining xayriya konsertiga qadam rajiyatchilar hammanglarga boshimizni egib kattakon rahmat aytaman. Xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tashabbusi bilan Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi ashura ansamblida faoliyat ko'rsatayotgan san'atkorlardan tashkil topgan ijodiy guruh butun respublikamiz bo'ylab xalqimizga xayriya konsertlar taqdim etgan ushbu konsert dasturlarimiz Xorazm viloyatiga bugun tashrif buyurdi va birinchi bo'lib mana Bog'otdan konsertlarimizni boshlayapmiz. Konsertlarimizdan maqsadimiz sizlar ichki ishlar organlarida xizmat vazifasini o'tash davrida halok bo'lgan xodimlarimiz oilalariga hammonlik hammalarga ko'mak ko'rsatish, yordamga muhtoj bo'lgan faqiirlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida hamda yoshlarimizga va turli kayfiyat va tabarrukni singdirish maqsadida mana shunday konsertlarimiz tashkillashtirilgan. Bugungi konsert dasturimizni yangi O'zbekiston posbonlari qo'shiqlariga boshlaganimiz yo'q, chunki bugungi konsertimizning asosiy tashkilotchilari Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasida xizmat qilayotgan Bog'ot tumanida ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xalqimizni tinchlik yo'lida xizmat qilayotgan ichki ishlar xodimlari konsert dasturlariga taqdimlangan ichki ishlar organlari xodimlariga chiroyli guldiroz taqsimlarini so'raymiz. Chunki xodimlarimiz nafaqat xalqimizni tinchligini asrash yo'lida qolaversa, xalq bilan hamnafas yashab, ishlab, xalqimizni ma'naviy faoliyatga chiqarishga faol xizmat qilishyapti. Omon bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana shu ichki ishlar vazirligi ashula ansamblining konserti bir yilda bir marta butun respublikamizni hamma viloyatlarda, hamma tumanlarda taqdim etiladi. Yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Va 100 ga yaqin konsert namoyish etilsa, ana shu beriladigan konsertlarning ichidagi eng zo'ri, eng yaxshisi, tundagi esda qoladigani mana shu Bog'otda bo'ladi. Nima dedim? Shunaqa dedingiz, konsertlar eng yaxshisi Xorazmda Bog'otda bo'ladi. Bog'otliklarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. O'shaning uchun endi har doim zalimiz to'lib turadi. Maktabda qancha bayram, qaranglar, darsga
hammasi konsert. Azizlar, bugun xudo xohlasa konsert dasturimizda o'zlaridan o'tkazgan vaqtida hech ham ochilmaysan degan umid qilaman, chunki ajoyib san'atkorlarimiz, xalqimiz sevimli san'atkorlar, istarimiz yorqin yulduzlari o'zlari chiroyli ko'zlari kuy qo'shiqlardan san'at xizmatlarida bo'ladi. Ziyoda e'tiborni qaramay o'tgan aka, endi o'tgan yilgi afishamiz qolib ketibdi. Bu yerda mana siz bor, man bor, Firuza Jumaniyozova bor ekan, mashhur delegatsiyalar. Bu konsert o'tgan yil bo'lgan. Bu yerda hozir ular yo'q, ularning o'rniga boshqa san'atkorlar tashrif buyurishgan. Masalan, Firuzaning o'rniga Dilso'z kelgan, boshqalarning Yulduz kelgan. O'rniga boshqa san'atkorlar kelishgan. Xullas, bu yerda san'atkorlar qanday bizga tashlab qolgan oldindan e'tibor qo'ydik. Bu bizning xatoyimiz emas, tashkilotchilar xatosi emas. Endi azizlar, ko'p gapirgandan ko'ra tayyor bo'lsanglar, konsert dasturimiz boshlab ketma-ket san'atkorlarimizni inom qilamiz. Albatta, bugungi konsertimizning asosiy boshlovchisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, teatr va kino aktori Uchqun Birlayev.